yoshlarim qanday chidaysan dardim bilib. Ilhom akam talashib oxiri sharmanda bo'lishdi. Ikkita dugona. Husinova tilingga ehtiyot bo'l, ko'p gapiryapsan. Go'zal opa, haqiqatda etek bilan yopib bo'lmaydi. Olib ketmaysizmi kasalxonaga? Yo'q, xavotir olmang. Unaqa jiddiy narsa yo'q. Faqatgina shamollash. Bo'lmasam, hujjatlarni menga ber. Zaksga o'zim ariza tashlab kelaman. Seni ishonchli vakiling bo'lib, shunday qilsa ham bo'ladi. Ustoz, siz ham manda bo'layapsizmi? Nimaga hammanglar menga yopishib oldinglar? Bilmasdan turib tuhmat qilishga uyalmaysizlarmi? Meni tinch qo'yinglar. Qizimni badnom qilding-ku, uyatsiz. Men qilganim yo'q. Padaringizlarni O'zingiz qolsiz. 302 guruh qizlari nega yo'q bilmaysizmi? Ha, Mubina? Tinchlikmi? Go'zal opa, o'zingizga gapim bor edi. Qanaqa gap? Gapir. Bu yerda ayta olmayman. Kir. Ha, xudo xohlasa. Xudo xohlasa boraman. Ha, albatta. Xo'p, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Keling bolam. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Keling bolam. Qizingizning narsalarini olib keluvdim. Voy. Qaysi qizimning narsasi? Madaniyatdagi qizingizning narsalari. Lobar nima? Nega siz olib kelyapsiz? Men Qodirjonni og'aynisiman. Kecha aytgandi, kelinning narsalari bor, olib borib tashagin deb. Shunga keluvdim. O'g'lim yarashdi degan edi-ku. 10 yil oldin to'ylarga keluvdim. Shunga topib kelish oson bo'ldi. Hali ham esimda ekan. Nima qilsam ekan? Nima bo'lgan ekan? Rahmat bolam. Mana hammasi shu. Ortilgan narsalarni hammasini olib kirdim. Rahmat. Mayli, xola yaxshi o'tiringlar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Alo. Lobar qizim, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Rahmat. Tinchmisan bolam? Ha, tinch oyijon, ishda edim. Ha, oyijon, telefon qildingiz? Biror yangiligingiz bormi? Yo'q, qanaqa yangilik? O'zim shunchaki qizim. Ha. Unda menda Voy, sizga ichimni qizdirmasang gapira qolsang-chi, nima ekan u? Yo'q, uyga yetib olay, telefon qilib aytaman. Uy, qaysi uyingga? Madaniyatgami? Oyijon. Ha. Bugun Nodir aka bilan ko'rishgandim. Ular meni ishdan olib ketib, birga uyga qaytarganmiz. Bugun hammasini kelishib oldik. Chaqiryaptimi? Xudoga shukr. Mayli bolam. Xo'p oyijon. Kuyovim nima desa shu-da. Ha, bilasiz-ku, oyi. Yaxshi ishla bolam. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Uni xabari yo'q.
narsalar kelganini ham bilmaydi. Bolam sho'rlik. Husaynova, uyalmadingmi? Mana telefoning, ota-onangni chaqirtir. Nimaga? Bilasan-ku, nimaga bunaqa qilding? Voy, men nima qildim? Qo'y qizim, yana yolg'on aralashtirmagin. Chaqir ota-onangni. Ota-onang bilan gaplashamiz. Nima? Nargiz rostdan ham yaxshi qizmas-ku. Sen Nargizni muhokama qilgandan ko'ra, razvalkada olgan videoing uchun javob ber. Nima, men bitta o'zim oldimmi bu videoni? Mana Mubi ham bor edi-yu. Bu oppom endi. Keyin biz hazillashmoqchi edik. Endi hazil deysanmi? Hazilmish. Bo'ldi, boshqa eshita olmayman bularni. Go'zal, Husaynovani ota-onasi bilan bog'laning, chaqirtiring. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Nodir aka, nega telefoningizni ko'tarmaysiz? Shunchalik ishingiz ko'pmi? Unaqa oldin qilmas edingiz. Ish vaqtim ham tugab qoldi. Ko'chada kutaverib sovqotib ketdim. Ishxonadan sumkalarni olish kerak. Lobar, buguncha oyimlarnikida turib turgin. Men bitta obyektni topshirgani Qo'qonga borib kelishim kerak bo'lyapti. Qaytib kelib o'zim seni olib ketaman. Qachon qaytasiz? Balki ertaga, balki 3 kundan keyin, bilmadim. Borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Meni ham olib ketmaysizmi Qo'qonga? Mayli. Jon deb. Lekin dizayner bor, brigadir bor. Shuncha erkaklar ichida ketmaysan-ku. Mayli, hazillashdim. Bo'lmasam yaxshi borib keling. Perivaldan qurt olib kelish esingizdan chiqmasin. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Ko'nglingiz bo'lmadi, baribir. Lobar. Esimdan chiqay debdi. Men ishxonani mashinasida ketyapman. Mashinasida turib tursin. Uyga borib qo'ymaysizmi? Uyga kirishga vaqtim yo'q. Shu yerdan to'g'ri ketaveraman. Kerak bo'lsa, o'zing haydab turaverasan. Bilasiz-ku, haydamaganimga ancha bo'ldi. Haydaysan. Shumaxerdan qolishmaysan. Siz yonimda bo'lganingizga shunaqa tuyulgan. Yana sizni kelishingizga syurpriz tayyorlab qo'ymang. Mayli, yaxshi borib keling. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Siz ham yana Qo'qonda qolib ketmang. O'tdagi qizlar shirin so'z bo'lishadi deyshadi. Kumushni uchratib labarni unutib qo'ymang yana. Mani kumushim o'zingsan. Boshqasi kerak emas. Mayli, yaxshi boring. Bo'pti, kiraver, sovqot qol. Xo'p. Assalomu alaykum. Yunusobod aka. Xo'p. To'xtab turing. Haydan ketdik. Oyi, bu nima qilganingiz? Keldingmi? Sabr qilmaysizmi? Buni qaragin. Yuring. Mabodo opang kelib qolsa, yo'lakda mana bu narsalarni ko'rib xafa bo'ladimi deyman-da. Nima deysiz endi? Miyamda har xil narsalar yuribdi. O'zim tushuna olmay qolyapman. Bolam, menimcha bu yerda boshqa gap bor-ku. Opangni uydan chiqazib borib, narsalarni berib yuborib, pochchangni uylantirmoqchi u onasi. Ja, unaqa emasdir, oyi. Bilmasam,
agar shunaqa bo'lganida man ham opamni o'sha uyda qaynonasini qosh qovog'iga qiliqlariga chidab yashashiga man ham chidolmasdim oyi. unaqa demagin bolam, O'zichi unaqa demagin. Malohat opam to'g'ri aytganlar. Siz Nimani? quloq solmagansiz. 5 yil oldin ajratib olish kerak edi ularni. Qo'y bolam, bu gaplaringni qo'ygin, opangga ham gapirib o'tirmagin. Malohatni yaqinda ko'zi yoradi. Chaqalog'ini opangga bergin deb zo'rg'a ko'ndirdim kuyovni. Shuni bilasanmi? Ha, ko'chada qolib ketmaydi-ku bola. Yuring. Voy, ilohiy qolib ketmasin-da, bolaginam sarson bo'ladi-yu. Qizlar, bu masalani ota-onalarni chaqirmasdan hal qila olmaymiz. Ko'rdinglarmi qilgan ishinglar nima oqibatlarga olib kelganini? Qiz bolaning hayoti nozik bo'ladi. Uni sha'niga bir putur yetdimi bo'ldi. Voy, xuddi Nargiz oppo farishtada-ya, ustoz. Bilamiz-ku uni nima ish qilib yurganini hammasini. Erkak kishilar bilan qiyshonlab yurishini. Uni asl basharasini ko'rsatish kerak. O'zidan sponi yasab olgan. Nimalar deyapsan, Kamila? Nima? To'g'risini gapiryapman. Ana informatik ustoz Ilhom aka bilan nima qilib yurganini hamma biladi. Gapiring Go'zal opa, ko'z bilan ko'rgansiz-ku nima qilganini. Sanchi ko'rgansanmi Laylo? Ko'rgansan, gapir. Sanchi pari ko'rgansan. Mubi hech bo'lmasa sen gapirgin. Nargiza unaqa qiz emas. Ko'rolmaganingda unaqa tuhmat qilurmagin, Kamila. Husaynova, o'zi san qilgan ishing Nargizani ustidan o'zingcha jazo chiqazganing juda ham noto'g'ri. Bilasanmi? Shunaqa narsalarni bilarkansan aytmaysanmi bizaga? Informatika o'qituvchisi bilan ham ishing bo'lmasin sani. Buni o'zimiz hal qilamiz. Tushundingmi? Bu qilgan ishing kollej nufuziga ham, boshqa qizlarga ham yomon ta'sir qiladi. Sallani militsiyadan olib qolamiz deb shuncha harakat qildik. Boringlar-de, Nargizani onasidan kechirim so'raylar ikkalovinglar. Tuhmat uchun ham statsiya bor. Azi, Ha, vaqting bormi? ha bor. Anaqa, men bilan do'konga borib kelgin. Mayli. Aylanib kelardik. Bo'ldi, yur aylanib kelamiz. Ketdik. Yo'lda tushlik ham qilib olardik. Azi, shu yolg'izlanib qolganga o'xshayman. Nimadirim yo'qdek. Nimadirdan sovib qolgandek. Senga nimadir bo'lyapti. Men ham sezdim. Shu kunlarda o'zgargansan. Menimcha Nodir akam bilan uzoqlashib qolyapmiz. Uydan ketganimdan beri hech ko'risha olmaymiz. Yoki nimadir sabab bo'lib arazlashib qolamizmi? Buni men ham sezdim. Doim yoningga kelib turardi, telefon qilardi. Shu kunlarda ko'rinmaydi-ya. Vaqtlari yo'q, tushunaman. Lekin bola boqish mas'uliyatini sezib tinmay ishlayotdilar. Balki shunga ering kamnomon bo'lib yurgandir. Mana qara. Telefonni ko'tarmayaptilar. Endi insonni ichini bilib bo'lmaydi. Bilasanmi? Bilasanmi, Azi? Uzoq o'ylagan qarorimni bugun qilishga tayyorman. O'zi anchadan beri Sherzod akadan rashk qilib yurardilar. Anchadan beri qilishim kerak edi. Qara, bir oydan keyin bola boqaman. Baribir ishdan ketishim kerak. Keyin opamga ham yordamlashishim kerak, uy ishlarini qilishim kerak. Bolalari bor, uni ham ishlari bor. U ham 9 oy bolani ko'tarib menga beryapti. Axir opam-ku. Nima qarorga kelding? Shu bugun ariza yozib ishdan boshlamoqchiman. Rostdanmi? O'ylab ko'rdingmi?
Sen menga yordam berasan. Xafa voy bo'lma. nimaga xafa bo'laman dugonajon? Xafa bo'lma. Xafa emasman. Vaqting bo'lsa menga yordam berasan, to'g'rimi? Yur mana magazinga kiramiz. Aji, bizga bolalar Voy, do'koni xo'p. kerak. Voy. Men buni asalligini qara. Narxini ko'raylikchi. Oho, 505 ming. 505 ming. Balki buni ko'rarsan. Yo'q. Yo'q. Bo'lmaydi bu. Men bu yaxshiroq ekan, qara yumshoq. Ha, arziydi. Ha. Necha oylik ekan? Qani, bu nech pul ekan? Men buni olamiz. O'zi o'g'il ekanmi, qizmi? Ha. O'g'il. O, zo'r-ku. Qo'shib olamiz buni ham. Mana bunga nima deysan? Men bu narsalarini Ha, ko'pligini. chiroyli ekan-a? Nima ekan bu? Havo haroratini o'lchaydigan shekilli. Tushunmadim. Ajoyib ekan-a? Xo'sh, men butlida nima bor ekan? Zo'r narsa ekan. Voy, Shuni olsang ham pulim bo'lar ko'p ekan. bo'lsa hammasini olsam. Balki tug'ilmagan bolaga shoshmassan, Lobar. Nega? Axir o'g'il-ku. To'g'ri, endi bilib bo'lmaydi-da. Balki fikrdan qaytib qolar opang. Nima demoqchisan? Endi bolasini berish oson emas-da. Bu yoqda pochchang. Yo, aytdim, qo'ydim-da. Yo'q. Mani opam unaqa Unda emas. yaxshi. Qalay? Yoqdimi? Vau. Sen meni tiriklayin go'rga tiqasan. Vau, zo'r-ku. Yo'qot buni. Men siz uchun emas, o'zim uchun kiyinaman. Men senga aytyapman, borib boshqa narsa kiyib chiq. Ensangni qotirma. Ha aytgancha, Guli, ana u qarzing bor edi-ku. O'shani ber. Mana bu narsa yoqib qoldi. Olmoqchiman. Men Guli kimning kartasi bu? tanimaysiz uni. Mansur? Qaraman bilan chiroyligini olamizmi? Nima qilasan? Nega? Yur. Nima bo'pti? Olaylik. Yura qol. Guli, Чего? tezroq bo'lib ketamiz. Я еще много чего хочу купить. Bolalar Ha, do'koni nimasini ko'pligini aytasan? qara. Hamma narsa topa olasan. Shu. Agarda puling Yur bu bo'lsa. tomonga boraylikchi. Yo'q, bu yoqqa yurgin. Yur. Yursangchi. Birinchi bu yerga kiramiz. Hop. Parkovkani bugun bitiramiz. 6-qavatgacha hozir ichlari bilan bitirganmiz. Shu 7-qavatdan tepasiga eshiklar kelishini kutyapmiz. Keyin lift kompaniya o'zimiz hammasini to'g'rilab beramiz deyapti. Keyin aka tomda muammo bo'lyapti. Tomni agar tugatsak bo'ldi, shundan keyin topshiramiz muddatdan 2 hafta oldin. Eshityapsizmi aka? Soliqxon aka bilan tushundim. qachon bog'lanasiz? Tushundim.
santexniklar uchrashmoqchi ekan siz bilan. Yaxshi, ma'qul. Bo'pti, yuring. Oyi, oyijon, kim bor? voy tinchlikmi bolam? Ilhom qani oyi? Narsalarim bor edi mashinada. Qarish borsin. voy u uyda kechasi bilan Germaniya bilan gaplashaman deb uxlagan yo'q. Ilhom opang keldi, tez chiq. voy mashinadagi narsalarni olib chiqing, bo'l. Voy oyi, shunaqa shirin narsalar oldim nevarangizga. Opam ko'rsada shunaqa xursand bo'ladilar. Ering qani? Bugun uyga ketaman deganding-ku. Nodir akam Qo'qonga ketdilar. 2-3 kun uyda bo'lib turdilar. Yaxshi. Xush xabaring shumi? Nevarangizchi? Aniq. O'g'il bo'pti. O'zidan ko'rdim. Yuzlarida mo'liq, shunaqa shirin. Voy, qo'limga olib hidlarini hidlasam-da, oyi. Hozir men kiyimlarimni almashtiray, rasmlarini ko'rsataman, xo'p oyi? Mayli. Bolamni hech narsadan xabari yo'q shekilli. Oyi, nimaga unaqa qildinglar? Bugun Lobar keladi axir. Nimaga narsalarni berib yuborasizlar? Yo'q, qanaqa qilib qo'linglar boradi, oyi? Keladi? Bu nima deganing? Qayoqqa keladi? Bolam. Bo'ldi endi. Bo'lar ish bu bo'ldi. O'z oyog'i bilan ketdi. Qo'ygin endi. Uni hech kim haydagani yo'q, jon bolam. Endi anu bo'ladigan qudalarni oldida ham, kenayini oldida ham meni uyaltirmagin, sharmanda qilmagin. Guli bilan uchrashgin. U ham yaxshi qizga o'xshayapti, jon bolam. Kelajagingni o'ylasang-chi. Men seni ertadan keyin bolali chaqali bo'lib ketishingni o'ylayman, jon bolam. Qo'y uchrash, gaplash. Biz uni kelin qilib tushirib olib kelamiz. Hozir qudaga ham telefon qilib aytaman. Kerak bo'lsa, Lobarga ham tushuntiraman. Ular ham hammasi tushunadigan insonlar. Meni 100% qo'llab-quvvatlashadi, bolam. Siz aytmang. O'zim, maylimi? O'zim gaplashaman. Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Bo'lmasam uchrashuvga kechga qolmasdan bor. Voqliroq bor. Bo'pti, ketdim. Uchrashuvingizga kechroq boraman. Hey, nega? Lobarning mashinasi ham qolib ketibdi. Nima? Mashinasi qolib ketibdi? Axir xotinning mulki o'rtada emasmi, bolam? O'rtada faqat farzand bo'ladi, oyi. Buyum emas. Ha, mashinani berib kelsang, o'zing nimada yurasan keyin? Avtobusda yuraman. Yo'l qatori. Canım. Oyi. Oyi, tabriklang. Voy, cho'chitib yubording-a. Tinchlikmi bolam? Germaniyaga ketyapman. Germaniyadan kelin topsa kerak? Ya opa, oyim chalg'itmay turing. Shoshma, yana qanaqangi Germaniya? Xullas, o'qishim ham, ishim ham tayin. Xo'sh, Endi 21 kundan keyin ketishim kerak. o'zing yaqinligina kelding, to'g'rimi? Yana qanaqa Germaniya? 21 kun ichida agar uylana olsang, bemalol ketavergan. Oyi, qiziqmisiz? 20 kun ichida qanaqasiga uylanaman? Bilmadim bolam, bilmadim. Uylanmagunicha hech qayerga ketmaysan. Voy. Oyi, Germaniyaga borib olay. Albatta sizni ham olib ketaman. 1 yildan keyin qaytamiz. Xo'p? Voy,
mani tinch qo'y. 1 yildan keyin uylanaman, oyi. Qaranglar. Men hech qayerga bormayman. O'zim juda yaxshi o'tiribman. Mana uylanginda xotiningni olginda ketaver. Bo'lmasam rozi emasman. To'g'ri oyijon. To'g'ri gapirdingiz. Usta, qo'ysangiz shuni. Kiravering ichkariga. Hozir bo'ldi. Mana. Tolip aka. Tolip aka, sizga nima bo'ldi? Turing. Tolip aka, turing. Tolip aka, o'ziga keling. Kim bor, yordam beringlar. Tolip aka. Haliyam ketmadingmi? Anu Dila bechara telefon qilaverib telefonimni teshib bordi-ku. Nargiza qani? Topildimi? Nargiza topildi. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Bilasiz, men uylanganman. Siz bilan bu yerda o'tirishimning sababi oyim bilan kelin oyim. Bo'ldi, tamom. Mani xonamga kirgin. Oynani oldida 10 ta rasmni taxlab qo'yibman. Tanla, xohlaganingni tanla. Qaysi birini xohlasang. Kelin tinchlikmi? Oyjon. Lobar kuzatib yuribdi. Esim chiqib ketdi. Qo'lingizni bering. Buncha chiroyli. Rahmat. Oyim berdilar.